Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan issiqxonani eng tez va samarali qizdirish usuli bilan gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin обязательно like bosib qo'ying. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda. Like bossangiz foydali videolar boshqalarga ham tarqaladi. Like bosishni unutmang. Unda boshladik. Issiqxonani qizdirishda eng avvalo e, unga ikkita kat klyonka qo'yish kerak. Mana biz xuddi shunaqa qilganmiz. Tepada bitta klyonka, pastda yana bitta klyonka. Ikki qat qilib o'raganmiz. Bu nima uchun kerak deganlar uchun ikki qat qilib o'rasak, o'rtada bo'shliq, ya'ni havo qoladi. Shu qolgan havo natijasida bu xuddi termos kabi issiqlikni tashqariga chiqarib yubormaydi. Va eng asosiysi bunga qanaqa pechka qo'yish kerak. Mana biz qo'ygan pechka bu faqat ko'mirni xokasi ko'mirni o'zi bilan ham yonaveradi. Bu qizdiruvchi pechkani afzalliklari bunga suv ketmaydi. Faqat yongan ko'mirni o'zidan issiqlik chiqadi. Bu trubadan tutun chiqadi. Tutun tashqariga chiqib ketadi u yoqdan. Undan chiqayotgan issiqlik bu trubani qizdiradi va truba havoni qizdiradi. Mana bu yerda yana bitta truba, bu yerni qizdirish uchun. Eng asosiysi yer issiq bo'lishi kerak. Yerni qizdirish uchun yerga yana bitta truba qo'yganmiz. Bu ham issiq. Bunday chekkalardan ketgan. Xonani haroratiga keladigan bo'lsak, xona harorati 17 gradus. Mana 17 gradusgacha chiqqan. Buni agarda kuchliroq yoqsak, u 20-30 gradusgacha chiqadi. Nimaga bu yerga ham klyonka o'rab qo'yganimizning sababi, bu yerda hozir havoni yanada qizdirish kerak. Chunki bu yerga bodring ko'chatlarini ekmoqchimiz. Mana shunday tuproqqa bodring ko'chatlari ekiladi. Urug'dan o'sib chiqadi. Bu haqda keyingi videolarda albatta qo'yib boraman. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda. Xullas, bu pechka qanday ishlaydi deganlar uchun bunga mana shunday garelka yasalgan. Bunga ko'mir yoki ko'mirning xokasi, ya'ni mayda xilini solib, bu yeridan havo uflaydigan mana bunday moslama apparatni ulaymiz. Bu juda kam tok tortadi. Mana bunday ham bo'ladi, lekin bu sal bunga nisbatan kuchsizroq. Shuning uchun biz mana bunday kuchlirog'idan foydalanamiz. Bunga ulaymiz va ko'mirni yoqishda bunga havo uflab turamiz. Shunda u yanada kuchliroq yonadi. Kuchli yongan natijasida buni qizdiradi. Tutun bundan chiqib ketadi va bu trubani ham qizdiradi. Shunday qilib buni qizdiramiz. Bunga elektr toki kam xarajat yeydigan. Agarda tok bo'lmasa, buni batareykaga ulasa ham bo'ladi. Mana bunday batareykalarga yoki bundan kattaroq batareykalarga ulasa ham bo'ladi. Iloji bo'lsa to'liq quyosh energiyasiga ulaydigan qilib bitta quyosh paneli o'rnatilsa yanada yaxshiroq bo'ladi.